Studiyamizda mehmonimiz borlar, ularni tanishtirib o'tamiz. Demak, tarixchi, olim Lutfulla aka Mamasaidovni studiyamizga taklif qilganmiz. Ular bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Lutfulla aka, kayfiyatlari yaxshimi? A'lo darajada yaxshi. Demak, mana bugungi mavzuyimiz, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlarning o'zaro munosabatlari, tarixiy va madaniy aloqalarning bugungi rivoji haqida, demak, mavzu berilgan ekan. Keling, shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Mana madaniy aloqalar qanday? Mana O'zbekiston bilan tashqi davlat, demak, hamkorlik aloqalari qanday? Albatta, tarix nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, barchamizga ayon, Markaziy Osiyo davlatlari qadimdan yagona hududda va Turon zamini deymizmi yoki Mo'g'ri Nahr deb ataymizmi, umuman tarixan olib qaraganda yaktelikda deylik uni bosgan yoki paydo bo'lgan yoki umuman ularni deylik kelib chiqish tarixi deylik bir-biriga hamohang holatda shakllanganligi yoki aynan o'zbek davlatchilik tarixida O'zbekiston geosiyosiy nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega bo'lganligini barchamiz yaxshi bilamiz. Va ko'pchilikka ayon bo'lganidek, O'zbekiston va shu qatori ko'plab deylik Sovet ittifoqini parchalash natijasida mustaqil bo'lgan davlatlar va bularning ichida o'sha tarixdan qardosh bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojik, Turkman va O'zbekiston davlatlari ham ko'plab davlatlar qatori mustaqillikni qo'lga kiritgan va mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab aynan Markaziy Osiyo xalqlari iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy hamda ta'lim va boshqa sohalarda yaqindan deylik aloqalarni amalga oshirgan yoki mustaqillikning dastlabki yillaridagi barcha davlatlar uchun deylik xos bo'lgan iqtisodiy qiyinchilik sharoitlarida bir-biriga deylik maslakdosh, ko'makdosh bo'lgan va o'ziga xos deylik ko'plab sohalarda yelkadosh bo'lib turgan xalqlar hisoblanadi. Va O'zbekiston ana shu tarixan olib qarasak, mustaqillikni to hozirgi davrgacha ko'plab iqtisodiy, siyosiy masalalarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamdo'stlikda deylik aloqalarni amalga oshiradi. Va bugungi kunda ham bu hamdo'stlik davom etyapti va qaysidir ma'noda yangi bosqichga chiqdi desak to'g'riroq bo'ladi. Mana rivojlanib, ko'plab mamlakatlar bilan O'zbekiston o'zaro iqtisodiy hamkorlik qilmoqda, madaniy hamkorlik qilmoqda. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, mana ommaviy axborot vositalarida ko'ramiz. Chet mamlakatlarda o'zbek milliy hunarmandchiligining namoyishlari o'tkazilmoqda. Albatta, O'zbekiston tashqi siyosatda 2017-yildan boshlab barchamiz yaxshi bilamiz, tashqi siyosat yangi bosqichga ko'tarilgan. Aynan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan prezidentimiz shunday bir ta'kidlar so'zlar borki, avval biz Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy, siyosiy hamkorlikni, ya'ni avval qo'shnilarimiz bilan iqtisodiy siyosatning barcha sohalarida yaxshi deylik aloqalarni amalga oshiramiz va so'ngra dunyoning boshqa davlatlari bilan deylik hamkorlik qilamiz degan masala bor. Sabab barchamizga yaxshi bo'lgan qo'shning tinch, sen tinch shiori bor. Aynan bu shior bizni milliy strategiyamizga va o'ziga xos iqtisodiy siyosatimizga, siyosiy hayotimizga juda ham hamohang hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan yurtboshimiz 2017-yildan boshlab hozirgi davrgacha O'zbekistonni turli xil sohalarda rivojlanishini ta'minlash uchun va o'ziga xos ijtimoiy sherikchilikni rivojlantirish uchun markaziy xalqlari bilan doimiy ravishda BMT doirasidami yoki Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidami yoki Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti doirasidami yoki mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotlari doirasidami yoki bo'lmasam Turkiy tilli davlatlar tashkiloti hamkorligi doirasidami va bu bilan cheklanmagan holatda O'zbekiston barcha sohalarda to'g'ridan to'g'ri o'sha Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni amalga oshiradi. Va bu hamkorligi bugungi kunda bu davlatlar o'rtasida iqtisodiy hayotning yanada rivojlanishiga yoki aholining madaniy hayotini taraqqiy etishiga yoki bo'lmasam aynan bu davlatlar bilan deylik hamkorlikni amalga oshirish o'sha yuqori ta'kidlab o'tilganidek ikki xalq o'rtasida sodda tilda aytganda birodarlik, qo'shnichilik, ahillik masalasi yanada yuksalayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana Lutfulla aka, ahillik haqida gapirdingiz, qo'shning tinch, sen tinch dedingiz. Shu so'z zamirda menga bir maqol yodimga tushdi. Uy olma, qo'shni ol degan so'z. Albatta. Aynan O'zbekistonni siyosatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, barcha masalan hamkorlik ishlarida ko'proq tinchlik yo'li bilan masalan harakat qilib mana o'zaro hamkorlikni, ya'ni do'stlik aloqalarini yaxshilab bormoqda. Aynan buni kundan kun yangi bosqichga chiqib mana deylik chegara postlarimiz yana ham o'tish qulayroq bo'ldi. Bu ham masalan Turkiy xalqlarini bir-biri bilan azaldan do'stlik aloqalari yaxshiligini bildirib turadi. Aynan bugungi holiga nazar tashlaydigan bo'lsak, qanchalik yaxshi deb baholaysiz? Albatta ta'kid to'g'ri bo'ldi. Chegara
hududlarda deylik qo'shimcha deylik chiqish yo'laklarini ochilishi, masalan Qirg'iziston davlati bilan, Tojikiston davlati bilan yoki Qozog'iston davlati bilan qo'shimcha chegara postlarining ochilishi bu albatta ikki xalqning bir-biriga o'zaro deylik aloqalarini yanada mustahkamlaydi. Bu faqat iqtisodiy aloqalar bilan emas, balki madaniy nuqtai nazardan xalqlarni, sabab barchamiz yaxshi bilamiz, tarixan yakdil bir-biriga yaqin bo'lgan xalqlar yoki umuman kelib chiqishi bir-biriga oid. O'z vaqtida bular bir edi. Albatta. To ana shu tarixdan ma'lum barchamiz yaxshi bilamiz. 1921-24-yilgacha milliy hududiy chegaralanish bo'lmagan deydi, balki bu hududlar yagona davlat hudud sifatida e'tirof etilishi mumkin edi. Chunki tarixdan barchamiz yaxshi bilamiz, Samarqand, Buxoro hududlari aynan Markaziy Osiyoning poytaxt shaharlari hisoblangan. Va aynan bu shaharlarda biz yuqorida ta'kidlangan barcha deylik Markaziy Osiyo xalqlari birdamlikda yashagan va o'ziga xos yagona madaniy markazni bular tashkil eta olgan va shuning uchun ham deylik aynan bular hozirgi kunda ham deylik Markaziy Osiyo O'zbekiston davlati bilan ham iqtisodiy, siyosiy jihatdan deylik kelishishi yoki bo'lmasam deylik xuddi konstitutsiyada keltirib o'tilganidek o'sha har qanday tashqi siyosat bu insonparvarlik tamoyili asosida amalga oshirilishi yoki ikki xalqning deylik munosabatlari teng tamoyilda deylik ko'rilganligini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam aynan bu siyosiy nuqtai nazardan bugungi kunda Qirg'iziston davlati bilan deylik aynan suv masalasida yoki Qozog'iston davlati bilan deylik iqtisodiy masalalarda, Tojikiston davlati bilan deylik o'ziga xos elektr masalalarida deylik munosabatlarimiz yaqinlashishi yoki bizda ishlab chiqarilayotgan deylik milliy tovarlarni katta miqdorda Markaziy Osiyo davlatlarida deylik eksport qilish va u hududlarga deylik O'zbekiston iqtisodiyotining kirib borganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa aynan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning katta qismi aynan Markaziy Osiyo hududlarida savdogar yoki xaridorgir ekanligini ham alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Aynan bu masalalar bevosita deylik mazkur Markaziy Osiyo xalqlarini turli sohalarda deylik yaqin ekanligini yoki bo'lmasam tashqi siyosatdagi muhim vazifalarda ham doimo deylik yurtboshimizning tashabbuslari va Markaziy Osiyo davlatlarining tashabbusi, rahbarlar tashabbusi bilan aynan har narsa bamaslahat kelishib amalga oshirilayotganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Albatta, haqiqatan ham mana kelajakka nazar sol, lekin tarixni unutma. Balki undan zinapoya sifatida foydalanib, demak o'tmishingga nazar sol degan o'z tarixini bilmaydigan va kechagini unutgan millatning kelajagi yo'q deyishadi. Albatta. Juda ham to'g'ri fikrlar bo'ldi, juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Mana ayni kunlarda o'zaro hamkorlik aloqalari iqtisodiy jihatdan juda ham yangi bosqichlarga olib chiqilmoqda O'zbekistonda. Va bu kunlar ham tarixga muhrlanadi. Albatta. Qanchadir fursat o'tgandan so'ng biz hozir tarixni qanday eslagan bo'lsak, ana shu ilk bosqichlarini, mana shu qardosh xalqlarni bir-biriga bo'lgan hurmatini qanday eslagan bo'lsak, hozirgi tarixiy olamshumul deymiz hozirgi ishlarni, shularni ham yodlab, qaysidir xotirlab o'tiriladi. Albatta, asli buguningiz ham ya'ni xotira, ya'ni buguningiz ham tarixdir. Shuning uchun mana shu tarix zarvaraqlarini samimiyat bilan, yaxshi ezgu amallar bilan boyitishimiz kerak bo'ladi azizlar. Lutful aka, demak, tashrif uchun avvalambor rahmat aytamiz. Ma'lumotlar uchun juda ham xursand bo'ldik va o'ylaymanki, bizni tomosha qilayotgan yoki tinglab borayotgan muxlislarimiz ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lib borishdi. Rahmat deymiz. Sog' bo'ling.